Men yangi mod qildim. Mana qaranglar. Bu tekstlar deb haligi yer ostidan ko'rsatib beradigan mod, qaranglar. Mana har xil yerlar. Mana loyni ustidan ko'rsatmaydi, ko'rasizlar? Mana qaranglar. Mana loyni ichiga kiramiz. Qani endi buzib ketamiz. Qaranglar ana. Bu hamma narsa shuna teksturning har xil narsalarida xullas. Hozir bittasini o'ni qolgan oldiga boramiz. Nima bo'lib chiqarkin? Men ham buni birinchi marta sinab ko'rib, birinchi marta emas, ko'p sinab ko'rdim. Faqat ko'p unaqa narsa topib ko'rmaganman. Voy, ko'mir topdik, qaranglar. Obunachilar mana, ko'mir topdik, ko'mir. Bu olmasdan topish mumkin bunda. Mazza qilib bunaqada o'ynashinglar mumkin. Agar bu mod sizlarga kerak bo'lsa, bu mod Craft Add-on for Minecraft nomli ilovada bo'ladi. Agar bu mod sizlarga yoqqan bo'lsa va sizlar meni videoyimga iltimos obuna bo'lib qo'ying, sizlardan iltimos deb so'rayman. Xayr, obunachi.